Bu mental arifmetika trenerligini noldan o'rgatilgan video kurs. Bunda jami bo'lib 13 kunga mo'ljallangan dars bor va uni ichiga kiradigan bo'lsangiz, eng tepadan boshlaymiz mana. Birinchi kunning o'zini mavzulari. Shu mavzuga oid bo'ladigan bir qancha video darslar bor. Undan tashqari 2 million so'mga o'rgatilgan jonli darslarimizning ham zapislari mavjud. Deylik sizga biz 6-darsni ko'rsatadigan bo'lsak, 6-darsda kichik do'stlar formulasini o'rgatishni 10 xil usuli berilgan. Ko'rib turganingiz video darslarda bu bor va undan tashqari savol-javoblarni ham kiritib o'tilgan. 10-darsda esa har qanday o'quvchilarga tasavvurda hisoblashni o'rgata olishingiz uchun 13 xil usul va tavsiyalar berib o'tilgan. 13-darsda bu kursni noldan o'rganganingizdan keyin qanday qilib ish tashkil qilasiz, qanday qilib reklama qilasiz, bu haqida ma'lumotlar berilgan va o'zimiz o'rgata olmaydigan ma'lumotlar, ya'ni SMM kursini alohida manzillari ham berib o'tilgan. Siz u kurslarning ichiga kirib turib, yana qo'shimcha video darslarni olishingiz mumkin bo'ladi, o'rganishni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Hamda o'zimiz amalda qo'llagan mana bunday reklama qog'ozlarini ham namuna sifatida ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari yana yangilik qilib, alohida biz bo'lim ochganmiz. Onalar, ya'ni o'z farzandiga o'rgatishiga zarur bo'lgan onalar yoki individual trenerlar, bir dona o'quvchiga o'rgatadigan o'qituvchilarga nimalar kerak bo'ladi? Noldan o'rgatish uchun alohida yo'l xaritasi berib o'tilgan. Va mana bu yerda qaysi darsliklarni chiqarishingiz haqida ham alohida mana tashlab qo'yganmiz. Birinchi darsda nima qo'llaysiz, ikkinchida nima, uchinchi va hokazo keyingilarda nimaligi. Qiziqarli darslarni esa alohida tashlab o'tilgan. Bular alohida varoqlar. Biz kitobdan foydalanmaymiz. Imkon qadar kitoblarning kerakli qismlarini qirqib olib, varoq shaklda foydalanamiz. O'quvchilar ba'zilari 5-bet, ba'zilari 25-betga qarab ketib qolishadi. Ya'ni uyda mustaqil ko'proq misollarni ishlab, siz endi dars o'tadigan misollarni ham avvaldan ishlab qo'yishsa, siz biroz diqqat bo'lasiz. Ularda har xillik borligi uchun dars o'tishda biroz qiynalasiz. Keyingisi, qanday qilib trener bo'lamiz deyilgan alohida savol berganimizda, unga sizga yo'l xaritasi berganmiz. Qaysi videoni ko'rasiz, keyin qaysini, keyin nimani ko'rasiz, keyin qaysi nimani bajarasiz, aynan qaysi pullik saytlari bor, aynan nimalarni o'rganishingiz kerak bo'ladi, nimalarni chiqarasiz, qanday login paroldan foydalanasiz. Bu haqida ham. Yangi qo'shilganlar uchun ham alohida joy mavjud. Mana qarang. Yangi qo'shilganlar kiradigan bo'lsa, nimalar qilish kerak? Eng birinchi o'rinda. Chunki ko'pchilik video kursini oladi, ammo lekin nima qilishni aynan bilmaydi. Mana trener o'zi uchun chiqarib olish kerak bo'lgan hujjatlar, fayllar to'plami. Noldan boshlab turib, to'liq ko'paytirish kvadrat ildizgacha o'rganish uchun alohida kitoblar. Shularni chiqarib olish kerak bo'ladi va qo'shimcha videolar bor. Ko'rishingiz mumkin. Qo'shimcha videolar nima? Bu biz darslarda o'rgatmaganmiz, ammo lekin keyinchalik chiqqan yangiliklar. Bularni ham amalda qo'llash foyda hisoblanadi. Shuning uchun bularni ham kiritib o'tayotganmiz va keyinchalik ham bularni yana to'ldirib boramiz. Keyingisi, bu asosiy narsa, general bo'limga kiradigan bo'lsangiz, bu yerda alohida savol-javob guruhimiz uchun ssilka berib qo'yamiz. Ya'ni siz videoni o'zini ko'rganingiz bilan bu bilan o'rgana olmaysiz. Sizda savollar tug'iladi. O'sha paytda savol-javoblar guruhimizga kirib turib, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, men savol-javob qilgan trenerlar bilan qanday muloqot qilyapman, ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda o'z savollaringizni javob olishingiz mumkin bo'ladi. Sertifikatimizdan namuna. Sertifikatimizni ko'rgan bo'lsangiz, mana imzodan tashqari maxsus QR kodi bor. U QR kodini skanerlaydigan bo'linsa, internetdan aynan mana shu ustozning sertifikati chiqib keladi. Ya'ni bu bizning saytimizdan chiqib keladi, soxtalashtirilmasligi uchun. Mana bu sayt esa har qanaqangi misollarni mobodo Abax'da hisoblay olmay qiynalsangiz, buni Abax'da qanday ishlanishini ko'rsatib beradigan sayt. Bu yerda esa bizni avvalgi shu 2022-yillardan beri o'tib kelayotgan darslarimizdan namuna lavhalar mavjud. Siz ularni ko'rib turib, ulardan namuna sifatida foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi, o'yinlar jamlangan kanal. Biz o'zimiz o'rgatgan, o'ynashni tavsiya qiladigan va biz hali o'rgatmagan videolar ham bu yerda mavjud. Ularni ko'rib turib, siz darslaringizni yanada boyitishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu fayllar kanalimiz esa juda ham muhim. Sababi bu video kursdagi videolarni yoki fayllarni boshqa joyga yuborishingiz mumkin emas. Buning imkoniyati yo'q. Ammo lekin bundan olsangiz bo'ladi. Mana bu darsliklarni yuborishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam deylik, mana bu alohida SMM kurslardan qo'shimcha foydalanishingiz mumkin hisoblanadi. Biz tavsiya qiladigan, lekin o'zimiz o'rgatmagan, o'zimiz amalda qo'llamaganlarimiz va amalda qo'llaydigan, har doim qo'llaydigan mana bu darsliklarimiz ham shu yerda mavjud. Umumiy hisobda ko'rishingiz mumkin qancha fayllar borligini. 475 ta fayl turibdi bu yerda. O'zimizning video kursimizda esa mana ko'rishingiz mumkin
Media bo'limiga o'tamiz. 83 ta rasm, 230 ta video turibdi. Bu hozircha, bu hali yana qo'shimcha to'ldirib boriladi. Siz bu kursni olganingizdan keyin bu hozirgi kundagi buni narxi 1 million so'm bo'ladi. Administratorlar sizga turli xil shaklda chegirmalarni berishi mumkin va buni sotib olganingizdan keyin doimiy o'zingizda qoladi. Mabodo siz buni ko'rdingiz, o'rgandingiz, lekin esingizdan chiqdi. Qaysi o'quvchida deylik tasavvurda hisoblashni o'rgata olmayapsiz. Agar shunaqa vaziyatda bo'lsangiz, siz odatda 2 yoki 3 ta uslubni qo'llayotgan bo'lasiz, xolos. Shunda 10-darsni eslaysiz. Kirasiz va 10-dars asosan tasavvurda hisoblashga oid mana bunday bilimlar jamlangan. Bu o'zi nima deyilsa, bu bizning trener kundaligimiz. Har bir darsni o'rganishdan avval mana bularni belgilab borasiz, ya'ni bularni bajarasiz maksimal. Siz kursni tartibli o'rganishingiz uchun bu trener kundaligi nihoyatda muhim. Mana bu yerdagi olmaxon, mental karta yoki boshqa usullarni o'rganadigan bo'lsangiz, boshqaga ham o'rgata oladigan darajada o'zingizga ishonsangiz, bu yerga belgilarni qo'yib borasiz va siz bu kursni 10-darsni misol uchun tugatgan hisoblanasiz. Lekin insonchilik, siz 2 ta yoki 3 ta uslubni qo'llaysizda hayotda, qaysidir o'quvchilarda natija bo'lmayapti. Mana shu trener kundaligi sizda bir umr yoningizda bo'lishi kerak va unga qarab turib qolgan uslublarni o'rganasiz. To'g'rirog'i eslaysiz. Esladingiz, lekin to'liq emas, amalda qo'llay olmayapsiz. Bu qaysi kun ekan? 10-kunlik ekan. Siz 10-kunni darsiga o'tasiz va eng boshidan qaysi uslub sizga zarur bo'ladigan bo'lsa, o'sha uslub o'rgatilgan video darsni yana qaytadan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu kursni siz sotib olganingizdan keyin qayta malaka oshirishingiz shart bo'lmaydi. Chunki uslublar alohida berilgan bo'ladi. O'sha uslublarni siz qaytadan ko'rib turib, to'liq yana eslab olasiz va yana amalda qo'llayverasiz.